Surunkali yurak yetishmovchiligini davolashga tegishli bo'lgan yana bitta ko'rib chiqadigan mavzumiz bu Yevropa kardiologlar jamiyati tomonidan aynan otish fraksiyasi kamaygan bemorlarni davolash prinsipi. Buni davolashda dorilarning tartibi bor. Birinchi bo'lib birinchi darajali, ikkinchi darajali hamda uchinchi darajali xullas terapiya mavjud. Birinchi darajali dorilar qaysi? Bulardan eng birinchisi bu APF inhibitorlar. Mana hozir yozib ko'rsatamiz. Mana AC inhibitors yo bo'lmasa APF inhibitorlari asosiy dori hisoblanadi. Endi buni vakillari qaysi? Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, trandapril kabi turlari bor. Endi bulardan qaysi birlari qo'llanishi ma'qulroq? O'rganilgani, demak, biz bilamiz, captopril ta'sir doirasi juda tez boshlanadi. Ya'ni masalan 20 minut, 30 minut davomida ta'siri tez boshlanib, tez tugaydi. Masalan, borsa 6 soat, 8 soatgacha borishi mumkin. Shuning uchun biz buni kuniga qo'lla olmaymiz bir marta. Buni agar qo'llaydigan bo'lsak, 3 mahal, 4 mahal qo'llashimiz kerak bo'ladi kuniga. Shuning uchun yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda, surunkali yurak yetishmovchiligida buni qo'llash tavsiya etilmaydi. Chunki ta'sir davomiyligi ko'rdik kam. Enalaprilchi. Enalaprilni ta'sir davomiyligi 12-24 soatgacha. 12-24 soat. Ya'ni biz aytmayapmiz 24 soat deb, 12 deyapmiz. Shu atrofida bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham enalapril normal holatda demak 2 mahal qo'llanadi. Lekin mana bu lisinopril, ramipril degan dorilar bir mahal qo'llansa bo'ladi kuniga. Shuning uchun ham ko'proq mana shu lisinopril degan dorini qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan surunkali yurak yetishmovchiligida dastlabki dori sifatida. Buni vazifasi nima edi? Qon bosimini pasaytirib berish. Va shu tufayli bizda reduce the risk of heart failure, hospitalization and death deyapti. Ya'ni bemorda, surunkali yurak yetishmovchiligiga uchragan bemorda kasalxonaga yotishini hamda o'lim kuzatilishini darajasini, ehtimolligini pasaytirib yuboradi. Aynan APF inhibitorlari. Keyingisi bu beta blokatorlar, qo'llaydigan dorimiz. Bu ham xuddi shunaqa. Bemorning kasalxonaga yotishini hamda o'lim darajasini, potensialini tushiradi beta blokatorlar. Bulardan demak bisoprolol, carvedilol, metoprolol suksinat, nebivolol kabi turlari bor. Endi bular birgalikda qo'llanadi. APF inhibitor ham qo'llanadi, beta blokatorlar ham qo'llanadi. Endi yana qo'shimcha ravishda bizda MRI deb yozib qo'ygan. Buni biz aldosteron antagonisti deb olsak bo'ladi, chunki mineralocorticoid receptor antagonist deyiladi. Buni shu aldosteron antagonisti nomi bilan bilamiz biz. Vakillari demak ikkita, eplerenol hamda spironolakton. Endi olimlar aniqlashi bo'yicha, mana shu Yevropa kardiologlar jamiyatidagi olimlar aniqlashi bo'yicha spironolakton bilamiz, buni avvalan bilamiz. Erkaklarda chaqirishi mumkin ginekamastiya. Ginekamastiya keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun erkaklarga ko'proq agar yurak yetishmovchiligiga uchraydigan bo'lsa, eplerenolni qo'llash maqsadga muvofiq. Chunki buni ginekamastiya chaqirish ko'rsatkichi juda ham past. Virashperonga nisbatan. Xo'p, keyingisi bu dapagliflozin, empagliflozin deyapmiz. Gliflozinlar oilasi bu SGLT2 inhibitorlari hisoblanadi. O'zi bu SGLT2 inhibitorlari qanaqa ishlaydi? Shu haqida gaplashaylik. Bularda ishlash mexanizmi shunaqaki, bizda SGLT 1 bor, 2 bor. Buni kengaytmasi sodium glukotransporter 2, xullas shunaqa. Nomiga e'tibor beramiz endi, sodium gluko deyapti. Ya'ni ham natriy, ham glukoza. Buni biz o'sha qandli diabetda ham ishlatsak bo'ladi, yo bo'lmasam mana shunaqa, ya'ni glukoza miqdori oshib ketgan paytda giperglikemiyada ham ishlatsak bo'ladi va unga qo'shimcha ravishda mana hozir ko'ryapmiz, surunkali yurak yetishmovchiligida ham ishlatilyapti. Chunki effekti yaxshi. Nima uchun biz SGLT2 deyapmiz? Chunki buni biri ham borda, biri lekin ichaklarda. Biri, demak, ichaklardan bizda glukozani, agar natriy bo'ladigan bo'lsa, natriyni so'rilishini bloklab turardi. Lekin bizga hozir muhim narsa qon bosimini tushirishga. Uni buyrakdan reabsorpsiyasini to'xtatish. Ya'ni agar biz SGLT2 inhibitorlardan foydalanadigan bo'lsak, bular buyraklardan glukoza va natriy qayta so'rilishini bloklab qo'yadi. Ya'ni reabsorpsiyasi bloklanadi. Ya'ni shu tufayli biz ishlatishimiz mumkin dapagliflozin yoki empagliflozin kabi dorilarni. Endi agar bizda bemorda APF inhibitor qo'llab bo'lmaydi. Misol uchun mana bunga qarshi ko'rsatma borda,
ACE inhibitors qo'llashga bemorda. Aytaylik, qaysi holatda qarshi ko'rsatma bo'lishi mumkin? Bitta misol, bronxial astma. Chunki bilamiz, APF inhibitorlari bizda bradikinin miqdorini oshirib yuborardi va bradikinin bizda bronxlarda torayishga sabab bo'lardi. Shuning uchun ham APF inhibitorlari, misol uchun, mana bu dorilardan birontasini xullas qo'lla olmaymiz biz bronxial astmada. Chunki bu nafas qisishiga olib kelishi mumkin, bronxospazmga. Shuning uchun mana shunaqa bemorlarga biz qo'llashimiz maqsadga muvofiq sakubitril valsartan deb nomlangan dorimizni. Bundan oldingi darsda ham ko'rdik, oldingi qismda. Sakubitril valsartan nima edi? Bu ARNI, ya'ni angiotensin retseptori hamda neprilyazin inhibitori. Xo'p, misol uchun Sakurtan degan dori bor edi, chiqadigan brend name. Shuni qo'llashimiz mumkin ekan, demak biz, agarda mana shu APF inhibitor qo'llashga qarshi ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa. Tushunarli? Endi bitta narsani aytib ketaylik. Biz mana bu aldosteron antagonistni qo'llashga sal ehtiyot bo'lishimiz kerak-da. Chunki bu aldosteron antagonistlari shunaqa qilardi o'zi normal holatda. Kaliyni chiqarib yorib, organizmni natriyni ushlab qolardi, aldosteron normal holatda. Lekin endi biz aldosteronni bloklab qo'yapmiz ta'sirini. Aldosteronni bloklab qo'yadigan bo'lsak, endi jarayon teskari ketadi-da. Ya'ni natriy tashqariga chiqib ketyapti. Lekin kaliy organizmda qolyapti. Shuning uchun biz e'tibor beramiz kaliyning miqdoriga. Agar kaliyning miqdori 1 litrda, demak, 5 millimoldan oshib ketadigan bo'lsa, 5 millimoldan o'zi oshiq bo'ladigan bo'lsa, hamda kreatinin miqdori erkaklarda 2,5 milligram detsilitrdan, ayollarda esa 2 milligram detsilitrdan oshiq bo'lsa va yana bizdagi glomerular filtration rate deymiz, ya'ni glomeruladagi filtratsiya darajasi mana shu minutiga 30 millidan kam bo'ladigan bo'lsa, ya'ni minutiga 30 millidan kam bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa holatlarda biz aldosteron antagonistni qo'llashga shoshilmaymiz. Chunki bu taqiq hisoblanadi bizda aldosteron antagonistni qo'llashga. Tushunarli? Kaliyning miqdorini oshirib yuborar ekan, kreatinin miqdorini oshirar ekan, shuningdek filtration rate ga ta'sir qilishi mumkin ekan agar biz aldosteron antagonistni qo'llaydigan bo'lsak. Shuning uchun e'tibor bilan qo'llashimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, endi bizda boshqa dorilar ham bor deydi. Boshqa dorilar. Endi bu ikkinchi darajali dorilar. Misol uchun aytaylik, bemorda simptomlar boshlandida. Misol uchun shishlar, periferik shishmi yoki o'pkadagi shishmi farqi yo'q. Shunaqa shishlar boshlangan paytda biz qo'llashimiz kerak bo'ladi endi loop diuretiklari, ya'ni genli halqa qovuzloq diuretiklari. Mana shularni qo'llashimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu dimlanishni kamaytirish maqsadida. Dimlanishni kamaytirish uchun. Keyingisi angiotensin reseptor blocker yoki bo'lmasam antagonist deymiz biz, ARAlari. Bular nimaga endi boshqa dorilar safiga qo'shildi? Boshqa dorilar, ya'ni ikkinchi darajali doriga qo'shildi degan savol bo'lishi mumkin. Bunga sabab shu narsa aniqlangan ekanki, bizda APF inhibitori yoki ARNIlar qo'llangan paytda o'lim darajasi nisbatan kamayar ekan. O'lim potensiali, bemorda o'lish ehtimolligi pasayar ekan. Lekin agar biz ARAlarni qo'llaydigan bo'lsak, ya'ni angiotensin reseptor antagonistlarini qo'llaydigan bo'lsak, bularda o'lim ehtimolligini pasaytirishga unchalik darajada ta'siri yo'q ekan. Garchi o'z simptomlarni, ya'ni qon bosimini tushirsa ham. Shuning uchun bu ikkinchi darajali doriga qo'yib qo'yildi. Qachon qo'llaniladi? Qachonki bizda APF inhibitorlariga hamda ARNIlarni qo'llagan paytda bularda ta'siri bo'lmasa, ya'ni maksimal dozada qo'llayapmiz, bularda ta'siri bo'lmadi. Endi biz majbur bo'lamiz aynan angiotensin reseptor blockerlarni qo'llashga. Mana pastda yozyapti, patient should also receive a beta blocker and MRA. Ya'ni agar mana shunaqa angiotensin reseptor blockerni qo'llaydigan bo'lsak, bemorga shuningdek birgalikda qo'llashimiz kerak bo'ladi beta blokatorlar hamda aldosteron antagonistlarini qo'shimcha ravishda. Tushunarli? Endi keyingi doriga o'tamiz.
Xo'p, bizda bilamiz bor iFunny natriy channel bor. iFunny natriy channel. Bu natriylarni ochib beradi xullas. Natriylarning ko'payishiga sabab bo'lardi hujayraning ichida. Endi bizdagi mana shu iFunny kanallarni bloklab qo'yadigan, ya'ni ingiberlab qo'yadigan dori bu ivabradin dorisi. Ivabradin. Bu qachon qo'llaniladi? Qachonki agar bizda beta blokatorlar ta'siri bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni beta blokatorlar o'zi vazifasi nima edi? Heart rate'ni kamaytirib berish, ya'ni yurak urishini. Endi buni ta'siri bo'lmayapti. Agar maksimal dozada ham qo'llasak ham ta'siri bo'lmayapti. Endi biz majbur bo'lamiz boshqa bitta antiaritmik dori ishlatishga. Va bu dori aynan ivabradin. Chunki bu bizda sinus ritmga ta'sir qilib, aynan o'sha joydagi ishlab chiqarilayotgan impulsni miqdorini kamaytirib berardi. Qachon qo'llashimiz mumkin ekan? Qachonki simptomli bemorga, ya'ni chap qorinchani ochish fraksiyasi 35% dan kam yoki 35% bo'ladigan bo'lsa hamda yurak urish tezligi 70 tadan yuqori bo'ladigan bo'lsa ivabradin qo'llashga ko'rsatma bo'lar ekan. Tushunarli, beta bloker ta'siri bo'lmayapti. Endi biz ivabradinga o'tamiz. Xo'p, endi bu tarafga o'tamiz. Bu ham deyarli bir xil narsa. Mana bu takrorlangan narsasi. Endi soluble guanylate cyclase stimulator deyapti. Endi savol bo'lishi mumkin, guanylate cyclase nima degan. Guanylate cyclase bilamiz, bizda siklik GMF hosil qilib berardi. Siklik GMF. Endi siklik GMF esa bu aynan qon tomirlarida silliq qavatda, silliq muskullarda azot 2 oksidini ko'payishiga sabab bo'lardi. Azot 2 oksidi ko'paygandan keyin endi bilamiz bizda vasodilation, ya'ni vazodilatatsiya kelib chiqardi. Vazodilatatsiya. Buni vazifasi ham shu. Ya'ni mana bu so'riladigan guanylate cyclase stimulatorini qo'llashimizdan maqsad shu. Aynan qon tomirlarini kengaytirish. Xo'p, qachon qo'llaymiz buni? Qachonki demak bizda APF ingibitorlari yoki ARNIlar qo'llaganimizda ularda ta'siri bo'lmaydigan bo'lsa, qo'llashimiz mumkin aynan mana shu so'riladigan guanylate cyclase stimulatorini. Xo'p, bu ham tushunarli bo'lsa, endi biz keyingisiga o'tamiz. Keyingisi bu gidrolazin hamda izosorbit dinitrat, ya'ni nitratlar gruppasi. Buni qachon qo'llaymiz? Qachonki bemorda ochish fraksiyasi 35% dan kam yokida bemorda chap qorincha ochish fraksiyasi 45% dan kam, 45% dan. Ko'ryapsiz, 45%. Bu 35%. Lekin mana bu 45% bo'lsa ham va unga qo'shilib chap qorinchamiz dilatatsiya bo'lgan bo'lsa, ya'ni kengayib ketgan bo'lsa, qo'llashimiz mumkin ekan. Qachonki APF ingibitorlari, ARNIlar ishlamaganda. Bular ishlamayapti. Nima uchun qo'llanyapti bu o'zi? Bundan maqsad afterloadni kamaytirish. Afterload nima edi? Afterload bizda qachonki gipertenziya holati bo'ladigan bo'lsa, u aortaga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Aortada qon bosimi oshishiga sabab bo'ladi va endi aortada qon bosimi oshgandan keyin albatta bu chap qorinchani kengaytirib yuboradi yana ham. Endi bizda maqsad ana shu chap qorinchani kengayishini oldini olish. Buning uchun biz qon bosimini tushirishimiz kerak bo'ladi normal holatda har doim. Va endi mana shu gidrolazin, izosorbit dinitratlar qo'llanyapti. Shunaqa holatlarda qaysiki 35% dan tushib ketgan ochish fraksiyasida yoki 45% dan tushib ketgan ochish fraksiyasi hamda bunga qo'shilib chap qorinchamiz dilatatsiya bo'lgan holatda. Va mana bu APF ingibitori, ARNIlarni qo'llayapmiz. Bunga ta'sir bo'lmadi. Mana bu ikkita holatga va endi biz majbur bo'lamiz boshqa dori ishlatishga. Bu dorilar mana shu gidrolazin, izosorbit dinitrat kabi dorilar. Xo'p, endi oxirgi dori bu dioksin dorisi. Dioksin qanaqa dori? Bilamiz, dioksin dorisi bu ham antiaritmik, ham kardiotonik dori vositasi. Shuning uchun ham bu bemorda agar qanaqadir ritmik o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, misol uchun aytaylik, fibrillatsiya, taxikardiya holati kuzatiladigan bo'lsa qorinchalarda,
Aynan shunaqa holatlarda hamda unga qo'shilib ochiq fraksiyasi kamaygan bo'lsa bemorda, mana shunday holatlarda dioksin juda zo'r. Chunki bir tomondan qorinchalarda qisqarishni kuchaytirib beradi. Misol uchun 35% deydigan bo'lsak, endi bu o'tishi mumkin 45% ga. Bu shunaqa. Dioksin ko'tarib beradi qisqarish kuchini qorinchalarda. Va endi o'sha joyda ritmik o'zgarish ketayotgan bo'lsa, fibrillatsiya yoki taxikardiya yoki titrash xullas triptaniya ketayotgan bo'lsa, ana o'shani ham bartaraf etish uchun ishlatiladi dioksin. Demak, ikki tomonlama ta'sir ko'rsatyapti. Bu bizda boshqa dorilar turkumiga kiradigan dorilar edi, ya'ni ikkinchi darajali dorilar. Ya'ni mana bu birinchi darajada qo'lyapmiz, birinchi darajali dorilarni va bularni effekti bo'lmayapti xullas. Endi biz majbur bo'lamiz ikkinchi darajali dorilarga o'tishga. Agar suyuqlik kelib chiqadigan bo'lsa, misol uchun o'pka ishi yoki periferik ishlar kuzatiladigan bo'lsa, albatta loop diuretiklar, ya'ni qovuzloq diuretiklardan foydalanar ekanmiz. Bu shu boshqa dorilar turkumi edi. Endigi ko'rib chiqadigan narsamiz bu zamonaviy qurilmalardan foydalanish aynan surunkali yurak yetishmovchiligida. Demak, bu qaysi qurilmalar? Agar bemorda pul yetarli bo'lsa hamda uni ochiq fraksiyasi, ya'ni ejection fraction 35% dan kam bo'ladigan bo'lsa, birinchi qo'llaydigan narsamiz bu aynan qorinchani sinxronizatsiyasini yaxshilash uchun. Nima uchun sinxronizatsiya, nima o'zi degan savol bo'lishi mumkin. Bu shunaqa narsaki, misol uchun mana bitta misol olaylik. In left bundle branch block, ya'ni chap gis oyog'i blokadasi. Mana bu joyda blok bor, mana ko'ryapsiz-a? Blok bo'lib qoldi xullas. Blok bo'lib qolgan paytda nima bo'ladi bizda? Ya'ni miokard infarkti o'tkazgandan keyin ko'pincha mana shunaqa chap gis tutamini blokadasi uchraydi, to'liq blokadasi. Qachonki miokard infarkti uchrasa. Va endi bu albatta bizda yurak yetishmovchiligi hisoblanadi. Ya'ni yurak yetishmovchiligi ham bo'lyapti bu joyda. Ham gis oyoqchasi blokadasi kuzatilyapti. Endi biz davolashimiz kerak shuni sinxronizatsiyasini. Ya'ni agar bizda yurak yetishmovchiligi kuzatiladigan bo'lsa chap qorinchada, endi chap qorincha o'ng qorinchaga nisbatan kechroq qisqaradi. Kechroq. Tushunali? Mana kalit joyi shu. Agar demak ko'ryapmiz, mana shu chap gis tutami blokadasi bo'ladigan bo'lsa, endi bu mana bu chap qorinchamiz o'ng qorinchaga nisbatan kech qisqarar ekan. Bizni vazifamiz endi mana shu ikkalasini sinxron ravishda, ya'ni birdaniga ketma-ket emas, ikkalasini bir xil vaqtda qisqarishini ta'minlash. Endi buning uchun biz mana bu nima deymiz? Elektrokardiostimulyatorlar. Misol uchun bulardan biri CRT, ya'ni cardiac resynchronization therapy dan foydalanishimiz mumkin. Buni ham PD qilib qo'yganmiz. Bu nima degani? P degani pacemaker degani va D degani bu haligi defibrillator degani. Ya'ni agar biz P ni qo'llaydigan bo'lsak, ya'ni CRT-P degan variantini qo'llayapmiz. Bu bizda faqatgina mana shu ikkalasini sinxron ravishda qisqarishni ta'minlab beradi. Ya'ni bir xil vaqtda qisqarishni ta'minlab berar ekan. Yaxshi, bu ham zo'r. Lekin biz agar CRT D turini qo'llaydigan bo'lsak, bu ham ikkalasini sinxron ravishda, ya'ni birdaniga ikkalasini bir xil vaqtda qisqartirib beradi. Va yana qo'shimcha ravishda agar mana shu qorinchalarda xullas biron bir taxikardiya holati kuzatiladigan bo'lsa, misol uchun aytaylik, oddiy taxikardiya yoki fibrillatsiya yoki flutter kuzatiladigan bo'lsa, ya'ni triptaniya. Shunaqa holatlarda mana shuni bostirib beradi, chunki bu ham ichida pacemaker ham bor, ham defibrillator ham bor. Shuning uchun bu ancha yaxshi variant bundan ko'ra. Endi agar biz mana pastda yozib qo'ygan xullas, when successful shunaqa. Agar biz mana shu apparatni, ya'ni CRT-D apparatni yaxshi qo'llaydigan bo'lsak, ya'ni yaxshi joyga qo'yadigan bo'lsak, bu 3 kamerali-da bu. 3 kamerali. 3 kamerali degani mana bitta tarmog'i o'ng bo'lmachaga, bittasi chap qorinchaga va bittasi o'ng qorinchaga yo'naltiriladi. Mana ko'ryapsiz.
chap qorinchaga ketgan tarafi xuddi shunaqa bo'lib ketyapti. Hop, bu o'ng qorinchaga, mana bu o'ng bo'lmachaga, chap bo'lmachaga nima qilinmayapti, ulanmayapti. Buni bir kameralisi ham bor, ikki kameralisi ham bor, lekin eng yaxshi varianti 3 kamerali deb olingan. Shuning uchun 3 kameralini ko'rdik. Endi demak, reverse remodeling bu nima degani? Agar biz mana shu CRT-D apparatini yaxshi joyga o'rnatadigan bo'lsak, yaxshilab o'rnatadigan bo'lsak, bu aynan mana bu qorinchalardagi remodellanish, ya'ni o'zgarishni kamaytirar ekan. Orqaga qaytarar ekan. Misol uchun gipertrofiya bo'layotgan bo'lsa, uni orqaga, yo bo'lmasam dilatatsiya bo'layotgan bo'lsa, uni ham orqaga qaytarishi mumkin ekan. Keyingisi improved ejection fraction, ya'ni ochish fraksiyasini yaxshilab beradi. Symptom relief, ya'ni bemorda qanaqadir nima deymiz, nafas qisishi holati bo'ladigan bo'lsa, uni yaxshilab berishi mumkin. Keyingisi mortality reduction, ya'ni o'lim xavfini kamaytirib berar ekan. Xullas, buni ko'rdik biz. Demak, ishlatadigan qurilmamizning nomi EKS dan CRT. CRT ni ham yoki P yoki D turi. D turi nisbatan yaxshiroq P ga nisbatan. Xo'p, endi keyingisi, aytaylik bizda qorinchada fibrillatsiya ketyapti. Ya'ni yurak yetishmovchiligi bo'lgan va unga qo'shimcha ravishda fibrillatsiya ham ketyapti. Bunda nima qo'llaymiz? Bunda ICD deymiz, yo bo'lmasam ICD inglizchasiga, implanted cardio defibrillator, ya'ni mana shu joyda hosil bo'lgan fibrillatsiyani bartaraf etish uchun mana shu apparatni qo'llashimiz mumkin. Misol uchun to'satdan taxikardiya, titrash, fibrillatsiya yuz berganda ishlab ketadi deyapmiz. Lekin degan joyi bor. Ejection fractionga umuman ta'siri yo'qda buni. Ejection fractionga umuman ta'siri yo'q. Shuning uchun ham CRT-D degan variantimiz IKD dan ko'ra ancha yaxshiroq. Chunki biz sizlar bilan ko'rdik, CRT-D varianti bu ham bizda ejection fraction ham oshirib beradi, mana improved ejection fraction deyapmiz. Shuning uchun bu nisbatan yaxshiroq. Mana ikkita vazifani bajaryapti bu. Ham defibrillatsiya qilyapti. Mana bu CRT-D varianti. Ustunlik tomonini aytib o'tyapmiz biz. Ham resinxronizatsiya qilyapti. Ikkalasini bir xil vaqtda qisqarishini ta'minlab beryapti. Shuning uchun bu nisbatan ancha yaxshi IKD dan ko'ra. Va endi 3-narsamiz bu. Agar bemorda ejection fraction, ya'ni ochish fraksiyasi 25 yoki 25 dan kamayib ketadigan bo'lsa va endi u yurak transplantatsiyaga muhtoj, o'lmasligi uchun shunaqa transplantatsiya qilish kerak. Agar o'shanga ham puli bo'ladigan bo'lsa, chunki bilamiz qimmat bu narsa, va mana shu holatda biz yurakda vaqtinchalik saqlab qolish uchun, ya'ni agar bizda transplantatsiya qilish uchun rejalashtirilayotgan bo'lsa, misol uchun aytaylik, bir haftadami, bir oydami rejalashtirilayotgan bo'lsa, unga biz qo'llashimiz mumkin LVAD degan narsa, ya'ni left ventricular assist device. Bu nima? Bu aynan mana shu chap qorincha endi yaxshi ishlamayotganligi uchun o'zida nasoschasi bo'lgan, ya'ni motorchasi bo'lgan qurilma. Bu shunaqa ishlaydiki, chap qorinchadan qonni so'rib oladida va buni aortaga otib beradi. Vazifasi shu. Mana shu apparatni qo'llashimiz mumkin ekan oxirgi jarayonlarda. Ya'ni deyarli o'lim yoqasiga kelib qolgan yurak yetishmovchiligi bemorda, agar uni puli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni moliyaviy tomondan yaxshi bo'ladigan bo'lsa hamda transplantatsiya uchun yurak mavjud bo'lgan holatlarda unga mana shu apparat o'rnatilar ekan. Demak, bu bizda aynan Yevropa kardiologlar jamiyati tomonidan ishlab chiqilgan sxema edi. Ya'ni prinsipda aynan surunkali yurak yetishmovchiligini davolash uchun. Unda sizlar bilan birgalikda surunkali yurak yetishmovchiligini shu joyda tugatamiz. Mayli, sog' salomat bo'lasizlar. Aşkımdır beni yaşatan, hayata bağlayan.
Assalomu alaykum. Alisher ota, tunlarmi? Sog' salomatlik, alomati yashirmi? Sigaku. Ondan chiqishdi. Rahmatulloh akaxon. Rahmatulloh akaxon, Xudo ochdi. Sog' salomat yashidmi? Akun senga xabarni aytaymi akun huzurida. Nechta bir haftam ham. Xudo ochdi, nazmuxir. Sog' salomat yashidin. O'yla tinch. Ko'rib raptosmi? Boron bordosmi sen ko'chanda? Aşkımdır beni yaşatan, beni hayata bağlayan. Atma beni zulümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gittiğim yere.